Do'stlar, bilasizlarmi, sizlarga Arnold Do'st kanalini tavsiya qilib o'tishim kerak, chunki uni juda ham qiziqarli videolari bor va 1000 ta obunachi yig'ishga ozgina qoldi. Shuning uchun kelinglar, unga yordam berib yuboramiz. Ссылка описаниеda va tepadagi yozuvni bosib o'tishinglar mumkin. Undan tashqari, albatta mendan salom aytib qo'yinglar, xursand bo'lsin. Va sizlarga ham shunaqangi reklama kerak bo'lsa, Telegram botimga murojaat qilinglar. Xo'sh, endi bu yoqlarni ham artsam. Darb, halim yuvib o'tiribsanmi? Aha, oxirgisi qoldi. Tezroq bo'la qol. Hozir. Barcha o'zlarga salom qilaverasiz. Mening ismim Derman va do'stlar meni safarbar qilishdi. Ha, men hozir armiyadaman. Sizlar o'ylashingiz mumkin, armiyada emas, har doim otish mashqlari, har xil trenirovkalar deb, lekin yo'q do'stlar. Har doim bunday bo'lavermaydi. Masalan, mana shunaqangi odatiy kundalik ishlar bilan shug'ullanishga ham to'g'ri keladi. Masalan, rakvinalarni yuvish, yaxshi ham unitazlarni emas, to'g'rimi Leo? Aha. Shuning uchun ham oxirgisini yuvib bo'ldim. Mayli, qola qolsin. Tezroq bo'la qol. O'rtoq komandir zo'r narsa tayyorlab qo'yibdi. Yigitlar, tezkor xabar. Agar keyingi video tezroq va qiziqroq chiqishini istasangiz, hoziroq obuna bo'ling, like bosing va kommentariy yozing. Shunda sizlarga kafolat beramanki, keyingi video qiziqroq va tezroq chiqadi. Ha, menga ishonaveringlar. Bo'ldi, ketdik. O'zi nima tayyorlab qo'yibdi? Bilmasam, lekin aytishicha hayron qolishimiz aniq ekan. Qiziq, juda ham qiziqtirib qo'ydi. Mayli, hozir kiyimlarimni olib olay, shunda borsak bo'ladi, xo'sh. Yaxshi bosh kiyim, zirhimcha, oyoq kiyim va yuk xaltam bo'ldi, hammasini oldim. Hozir 1 daqiqa. Nima deb o'ylaysan, o'rtoq komandir nima tayyorlab qo'ygan ekan? Bilmasam, balki tankda sayr qilib kelarmiz yoki samolyotda ucharmiz. Bo'lishi mumkin. Yana kim biladi deysan. Aytgancha, uydagilaringga aytingmi xizmat necha yil bo'lishini? Lekin qanday aytishni bilmay turibman. O'zingchi, o'zing nima bo'laysan? Menimcha xat yozishing mumkin agar qo'rqsang jonli aytishga. To'g'ri aytasan. Samolyot. Lekin bilasam, rostdan ham 10 yil bu yerda qolishni aytsam, uydagilarim ko'tara olisharmikin, ha? Hayronman. Lekin rostdan aytsam, bu yerda qolib ham kelmayapti, ammo boshqa ilojim ham yo'q. Mayli, bu nima bo'ldi? Samolyotmi? O'rtoq komandir. Assalomu alaykum o'rtoq komandir. Ajoyib, sizlarni kutib turgandek joyingga tur. Xo'p bo'ladi. Tanishinglar, MQ-9 razvedka jang droni. 4 tagacha yer, havo yoki havo raketalarini olib ucha oladi. Ixcham, yengil, zamonaviy va keng tarqalgan. Razvedkani ham bemalol eplay oladi, chunki ovozi juda ham past, ixchamligi hisobiga uni payqash qiyin, radarlarga ham tushish ehtimoli juda ham kam. Shuning uchun ham hozir uni o'chirib, hammasini sizlarga ko'rsatib beraman. Derb, hozir darvozaning ortidagi qutidan stol va kompyuterni olib kel. Hammasini sizlarga o'zim ko'rsatib beraman. Bo'la qol. Xo'p, bo'ladi o'rtoq komandir, hozir hammasini bajaraman. Xo'sh. Bu yerda dron boshqaruv markazi, ajoyib. Stol va binokl. Okey, mana shu yerga yoningizga qo'ysam bo'ladimi? Yo'q, qanot tegishi mumkin. Unda bu yoqqa qo'yaman chekkaga va mana notebook. Gap bo'lishi mumkin. Hattoki joystick ham bor ekan. Boshqarish uchun bo'lganmas. Bu notebook qanday yopiladi? Umuman yopilmaydi. Tushunarli. Joyingga qayt, hozir hammasini ko'rsatib beraman. Okey. Joyimda turib. Bir nima qolib ketmadimi? Nima? Menimcha hech narsa qolmadi. Yaxshilab qarachi. Jennerson, kechirasiz. Ma'zur tuting, mana binoklingiz. Yaxshi, joyingga qaytishing mumkin. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh, yigitlar, tayyormisizlar? Tayyormiz. Hozir ishga tushiryapman. Yaxshi. Hozir uchishni boshlaydi. Ketdi. Hozir ko'tarilsa kerak. Yaxshi. Uchib ketdi. Ko'rdinglarmi? Hozir uni boshqaruvini qo'limga olaman. Yaxshi. Ajoyib, sekinlashtirish kerak. Jinursin hozir. Bo'ldi. Yaxshi. Endi qaytamiz. Asosiysi hayajonga berilmaslik va juda ham pastlab ketmaslik. Aks holda mana bu yerlarga kirib ketsangiz, dron juda ham qimmatga tushishingiz mumkin, agar buzib qo'ysangiz albatta. Xo'sh, hozir men sizlarga xolostoy raketalar bilan otib ko'rsataman qanday bo'lishini. Biroz pasayamiz. Sekin. Bu shunchaki razvedka yoki mustaqil hujumdan tashqari yana havodan qo'llab portlashi mumkin. Unda boya aytganimdek havo yer yo havo raketalari bor. Hozir sizlarga ko'rsataman. Aynan biznikida havo yer turibdi. Hozir baza ustidan uchib o'tamiz va mana shu yerda suvli joy bor. Ana o'sha yerda otib ko'rsataman. Yaxshi, ketdi birinchisi. Ana. Bilasizlarmi, keyinlar o'rmonga otamiz, baribir ham yonib ketmaydigan raketalar yaxshi. Hozir endi qayoqqa? Keyinlar shu yerga yaxshi. Xo'sh, balki o'zimizga otarmiz.
Bu yomon fikr, mayli. Qo'nish vaqti bo'ldi. Sekin. Xo'sh, yaxshi, qo'nib oldik. Lekin raketalar zo'r ekan, shuncha joydan eshitildi ovozi. Nimasini aytasan? Xo'sh, yigitlar, sizlarga yoqdimi? Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Unda yaxshi, der bu yoqqa kel. Endi sen boshqarasan keyin. Leo va shu taraqa ketaveradi. Okey. Xuddi shunday o'rtoq komandir. Ajoyib. Xo'sh, mana bu yashil tugma ishga tushiradi. Avval burib olish kerak. Yigitlar, hozir burib yuborasizlar. Touchpad orqali esa yo'naltirishing mumkin raketani. Yo'q, o'zi yo'naladigan raketami? Ha, qo'lda boshqarsa ham bo'ladi. Mana bu joystick bilan esa o'zini boshqarasan. Bu tugma bilan esa kamerani rejimini o'zgartirishing mumkin. Xo'sh, hamma narsani oldim. Menimcha bo'ldi. Jin ursin. Hozir yo'lga chiqishimiz kerak. O'rtoq komandir, aytganlaringizda hammasini oldim. Va o'sha nima bo'ldi? Haydovchiga mazmunni tushuntirayotgan edim. Aytganlaringizni oldim, hamma lapatkalarni va bolg'alarni. Ajoyib, ularning hammasini menga berishing mumkin. Nima qilasiz? Ularni o'zimga olib qolaman. Mashinaga yuklayman albatta. Mashinada kimlar bor? Mashinada yigitlar va dron. Nimaga yigitlar? Men qolib ketdimmi? Hozir chiqib olaman. Yo'q. Nima bo'ldi? Sen orqadan borasan va oldindan ham ba'zida vaziyatga qarab almashasan. Nima uchun nima bo'ldi o'zi? Sen bizni mashinani himoya qilib ketasan. Himoya qilib ketaman. Nimaga ekan? Shunday bo'lish kerak. Menga hozir hammasini ber, instrumentlarni. Xo'p, hozir. Va undan tashqari o'q otish maydoniga bor. U yerda ofitserlardan biri o'tiribdi. Undan o'zingga kalash olib kel. Hozir bo'ldi, ketdim yoniga. Bo'la qol. Okey. Yaxshi. Ajnursun plitalarni berishni unutibman. Mayli, keyinroq beraman. Hozir esa kalashni olishim kerak. Do'stlar, bilasizlarmi? O'zi nima qilmoqchimiz shuni so'ramabman. Mayli, biroz dandavrligim tutib qoldi. Xo'sh. Murojaat etishga ruxsat eting, o'rtoq ofitser. Nima bo'ldi? Yoqimli ishtaha albatta, lekin menga bittagina kalash kerak edi. Olishing mumkin. Xo'p, bo'ladi, hozir. Patronlar esa eng oxirgi shkafda. Tushundim. Rahmat. Hozir olaman. Yaxshi, oldim. Mayli, sizga bir bora yoqimli ishtaha. Mayli, omad. Xo'p. Do'stlar, o'zi uxlanganmi? Uxlamagan ekan, yaxshi. Bo'ldi, tayyor. Endi o'tnasak bo'ladi komandirning yoniga. Qiziq, Leo qayerda qoldik yoki mashinaga chiqib olibdimi? Hozir shuni ham so'rab bilib olaman. O'rtoq komandir, nima bo'ldi yana? Leo qayerda? Men shu yerdaman. Eshitdingmi? Xo'p. Yaxshi, lekin men hozir shu yerda orqangizdan ketaman. Xuddi shunday va o'rmondan o'tishimizga bizga yo'l ko'rsatasan. Sen va Vince birgalikda. Vince bilan bo'lamanmi? Albatta. Mayli, nima desangiz shu. Hozir yo'lga chiqamizmi? Albatta, lekin Vince'ni chaqirib kel. Men uni ovqat olib kelishga oshxonaga yuborgandim. Xo'p, bo'ladi hozir. Biz ungacha motorni qizitib turamiz. Aytgancha. Xo'p, bo'ladi o'rtoq komandir. Shunday bo'lsin. Okey. Do'stlar, o'rganish qiyin bo'lyapti. Bu yerda albatta bir necha haftadan beri yuribman, ammo baribir ham biroz g'alati. Xo'sh, Vince, seni komandir chaqiryapti. Yura qol. Okey. O'zi nima bo'ldi? Yo'lga otlanyapmiz. Shunaqami? Ovqatlarni hammasini olib oldim. Yaxshi. Xo'sh, o'rtoq komandir, biz bo'ldik. Yaxshi. Haydovchi bo'la qol, zavod oldir. Mayli, hammaga omad yigitlar. Rahmat. Xo'sh, Vince, tayyormisan? Tayyorman. O'zingchi? Men ham. Der, qutidan notebook va stolni ol. Agar yuklamagan bo'lsa, buni ham tashishimga to'g'ri keladi. Oldim, o'rtoq komandir. Vince, nega o'zi bizni mashinaga mindirishmadi? Aytdi-ku, komandir, nima qilishimizni. To'g'ri, lekin aynan biz. Lekin jig'im yetadigan bo'lsang, mashinani tagiga darb yuboraman. Menda kalash bor. Menda esa zirh. O'ylaymanki, bunchalik yaqin joydan zirh seni qutqarib qolmaydi. Mayli, kel, muammolarsiz bu ishni yakunlaymiz. Mayli. Men ham shu fikrdaman. Xo'sh. O'rmonga boryapmiz. Yaxshi. Der, pol tarafdan o't. Biz seni orqangdan boramiz. Yo'lni ochib bor. Yo'lni ochib boray. Mashina o'tadigan joydan yur. Biz esa orqangdan boramiz. Tushunarli. Kela qolinglar. Mana shu yerdan. Xo'sh, qayerdan o'tish mumkin? Menimcha mana shu yerdan o'tsa kerak. Xo'sh, bu yerdan va mana shu yoqqa keladi. Bu yerdan chiqib ketishi aniq. Ajoyib. Va bu tarafga. Dala o'quv mashg'ulotlari boshlangani bilan sizlarni tabriklayman. Birinchi navbatda bu yerda dron uchiramiz. Undan tashqari okoplarni kovlashimiz kerak va bunda bizga o'rtoq Derb yordam beradilar. Nima qilishim kerak? Qo'lingga belkurakni olasan va okoplarni qazishni boshlaysan. Qayerdan? Orqangdan, ko'l yonida. Xo'p, bo'ladi.
Tushunarli. Unda bo'la qol qutilarning ichida bo'lish kerak. Aha. Xo'p bo'ladi, ya'ni xo'sh. Xo'sh, mana va tushamalarni ham olsam bo'ladimi? Albatta. Hop, tushamalar bilan okop ustini yopib qo'yaman. Mayli, shunday qila qol, yaxshi. 16 tasi hozircha yetadi. Yaxshi, bo'la qol, hop. Xo'sh, qolganlar birinchi navbatda do'stlar, yaxshi. Endi esa bu yerdan kovlashni boshlaymiz. Lekin menga qiziq, nima kerak ekan bizga umuman olganda okopga muhtojligimiz yo'q, har atrofda urush ketmayapti. Lekin bilasizlarmi, quyosh botishi juda ham chiroyli ko'rinyapti va bu yerda o'zim ham qolishga qarshi emasman. Xo'sh. Mana bu yerdan tushish bo'ladi. Shu yerni hozir kavlashimiz kerak. Yaxshi. 2 ga 2 bo'ladi odatda. Balki kattaroq qilarmiz. Yana kim biladi deysizlar. Xo'sh, yaxshi. Bu yerlarni kavlaymiz do'stlar. Yaxshi ketyapti. Xo'sh. Ko'lga yaqin qilmaymiz chunki suv toshib tushib ketishi mumkin devorlari okopimizni. Xo'sh. Endi bu yerni kavlaymiz. Bu yerni ham hamma joyini kovlashimiz kerak chiroyli chiqishi uchun. Xo'sh, endi bu tarafdan kirish bor. Bu yerda chap tarafga o'tgan bo'ladi. Keyin esa o'ng tarafni olib chiqamiz. Xo'sh, yaxshi. O'zi nimaga kerak ekan? Men shunga hayronman. Balki yana qanaqadir mashg'ulotlar bo'lar, ammo shuncha vaqtdan beri hali o'zimizni bazamizdagi okoplardan ham foydalanganimiz yo'q. Shuning uchun bilmayman. Balki aynan shu yerda okoplar bilan tanisharmiz va u yerdagilarni ishlashni boshlaymiz. Chunki bazamizda juda ham har xil narsalar bilan to'lib tashlangan. Shuning uchun bilmadim. Xo'sh, yaxshi, lekin menga dron uchirish yoqdi do'stlar. O'zim ham yana bir bora uchirib ko'rmoqchiman. Albatta, boyagi safar ertalab uchirganimiz yaxshi bo'ldi, ammo yana uchirmoqchiman. Xo'sh. Menimcha shuncha yetsa kerak. Agar yana kerak bo'lsa, hozir so'rab ko'raman komandirdan. Lekin birinchi navbatda ustini yopib chiqmoqchiman va menga chiroqlarni o'rnatishyapti. Yaxshi buyuk nima qilyapti? Chiroqni o'rnatyapti. Bu yerda ovqat pishirishyapti, janob komandir dron. Janob komandir, men bu yerdan ozgina to'shamalarni ishlatish uchun hozir ustunlarni olaman. Katta rahmat. 20 ta qolibdi. O'ylashimcha unchalik ham ko'p ketmaydi. Maksimum 4, 5 yoki 6 ta ketishi mumkin. Xo'sh, do'stlar. Qayerdan o'rnatishni boshlaymiz? Menimcha mana shu yerdan boshlaganimiz ma'qul. Xo'sh, yaxshi. Endi esa o'tni olib tashlaymiz va to'shamani. Yaxshi. Endi bu yerdan mana shunaqasiga o'tkazamiz. Yaxshi do'stlar, yaxshi ketyapti. Hoppa. Albatta bu yerning yeriga to'g'ri kelmas ekan, lekin o'ylashimcha oddiy o'rmonlarda juda ham yaxshi to'g'ri kelsa kerak, chunki bu yer sovuq joylar, aralash ko'l. Shuning uchun ham bu yerda o'tlar biroz g'alati ko'rinyapti, ammo bilmadim do'stlar. Menimcha bunga ham mos kamuflyajlar bo'lsa kerak, mana shunga to'shamalar. Lekin o'quv uchun bizga menimcha shu ham yetsa kerak. Xo'sh, tushunursiz, mana bo'ldi. Chiroyli bo'ldi. Endi u tarafdan ham qilish kerak. Lekin bilasizlarmi deb o'ylayman. Videoni to'xtatish vaqti bo'ldi, chunki kamuflyajni to'shab chiqishimni sizlarga qiziqib bo'lmasa kerak do'stlar. Shuning uchun ham sizlar bilan men derpin bo'ldim. Like bosinglar, kommentariy yozinglar va keyingi qismlarni kutib qolinglar do'stlar. Ungacha esa sizlar bilan xayrlashaman. Ko'rishguncha.